Bize deputatımız bo'lar, Ahmed Muhiddin degan deputatımız bo'lardi. Shuni nohaq olib kelib qamab qo'yibdi. Nimaga olib kelganini ham bilmaymiz biz. Hozir aytayaptiki, tom joy sotishda shektalib olib keldi. Davlat ishlamasa bo'ladi. Deputat oddiygina tom joyga qanaqa aloqasi bor bo'ladi? Qaysi rayon, qaysi ayol? Aravon rayonining Tepog'ron ayilidan, Arab ayilidan. Vallahi, mana shu Arab ayilidan biz hammamiz. Bu yil yana deputat bo'lib saylanganmi? Ko'p yildan beri. Ko'p yildan beri. 4 sazibdan beri saylanib kelgan. 20 yil bo'ldi. Qachon qarmaldi? 2 kun bo'ldi. Bugun 16 bo'ladigan bo'lsa, 14-kuni qamaldi. Hozir o'shani? Sizda o'tiribdi. Endi talab men keldingiz? Biz talab bo'shatib berishni talab qildik. Hozir chorva ishlari boshlanganda, dehqonchiliklar boshlangan. Dehqonchiliklar boshlanib, hali ariq, zovurlar qaziyotdi hozir. Ekskavatorlar turibdi. Endi shu deputat aralashgan bu ishga. O'zi topib, ekskavatorlar topib kelib, elni pulini jamg'arib, ariqlarni kavlatadi. Dehqonchilik bari dehqon chorvalar hayot kechirishadi. Shuning uchun bular g'alamislar yozgan endi bular. G'alamislar yozib, nohaq yozgan bular. Nohaq qamagan. Hozir endi dolzarb paytda olib kelib bularni qamab qo'ygan. Shuning uchun shuncha el keldik biz. Kelinglar, mandarobga kelaveringlar. Bizga iloji bo'lsa, shu bolani bo'shatib bersin, chiqsin. Aybi bo'ladigan bo'lsa, kelaveradi bola, hech qayerga qochib ketmaydigan bola. Biz vakolat berdik. El vakolat beradi. Qochmaydi, hech qayerga qochmaydi. Mahalle kafolat beradi. Hozir emi bu yoqdan bir o'kili chiqdi. Chiqargan yo'q. Bo'ldi, hozir. Yo'qqa kirsak aytdik, shunga shektalib, hozir sud hal qiladi dedi. Yo nimaga domashni arizga beradi yoki bo'lmasam dedi, sizda o'tirishga dedi, sud rishena chiqaradi dedi. Yo shektalgani uchun sheriklarni ham chaqiramiz ular dedi. Hozir men kirib chiqdim. Shunday javob berdi.